Assalomu alaykum aziz obunachilar. Uyda yotibsizlar, divanda, og'anava, xullas internetlarga qatib ishlayapti telefonda. Endi tashqariga chiqsalar zo'r ishlayapti telefonlaringda. Endi shunga yechim bor akalar. 3 ta shoqli Wi-Fi akalar. Qaranglar. Mana bu 2 ta shoqi. Sim karta bilan ishlaydi. Tashqariga qo'yib qo'yamiz. Uyning ichiga bemalol signalni olib beraveradi. Xo'p, endi buni bitta tokka suqib bersak bo'ldi. Boshqa anaqa simpim shart emas akalar. Mana tokka suqamiz bo'ldi, ishlayveradi mana shu holat. Endi qo'shimchasiga mana bitta 3 metrli antenani yaxshi kuchli tortadigan o'zining moslamasi bor. Shuni orqasiga qatirib qo'yamiz. 3 metr kabelli bo'ladi akalar. Xullas 350 ming so'mga baraka qilib boramiz. Dastavka O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul akalar. Endi shundan qaranglar. Andijondan zakaz berishdi. Andijon viloyati Ulug'nor tumaniga chiqaryapmiz. Asadbek akaga ketyapti. Pullarni to'liq tashab berdi. 50 ming zaklar tashab bering desam, yo'q, hammasini tashab yuboraman dedilar. Tashab berdilar aka. Xullas O'zbekiston bilan yetkazib berish xizmati doimgidek bepul. Xullas ishlatib, maza qilib, xullas divanda yotasizlar.